Salom do'stlar. Cho'ng bir xo'sh xabar bor. Men hozir Mong'oliyaning Xobtu o'lkasida. Mush atrofda bir Uyg'ur akamiz bor ekan. Hozir men uyini izlayapman. Men orqamdagi bino bo'lsa Xobtu o'lkasining hukumat binosi. Men hozir mishaga yetib keldim. Men mush ko'chani bo'ylab manyapman do'stlar. Niyada soqchixona bor ekan. Yaxshimi? Siz qozoqmi? Mongol. I'm Mongol. Where are you from? I'm from China. China. Xitoydan keldim. Siz qozoqcha bilasizmi? Can you speak Kazakh? No. No. Bye. Goodbye. Men qozoqniki deb qopdim, men Mong'ol ekan. Men sugatim baka men yo'lida. Ruqiya qani? Hozir biz nega boramiz? Tog'imizning uyga. Ma'lum Uyg'urmi? Ha. Navda Uyg'ur. Nav men xudam bo'ladi. Oo. Bilasizmi? Uyg'ur qarindishimizni topdim oxiri. Qaranglar. Men Uyg'urlar ko'chisi ekan. Nav Uyg'ur. Men Uyg'ur ko'chisi ekan, hamsa. Usbaq bormi? Tanishing keldi. Atasbeda. Yaxshimi? Atang nima? Ating kim deydi? Gani. G'anima. Sizning ismingiz nima? Didar. Didar. Sizning ismingiz? Bahar. Bahar. Anqiz sizning dadangiz Uyg'ur. Ya. Siz burun bilmaydingiz o'zingizning Uyg'ur ekanligini, shunaqa? Birisini bildim. Ha, 5 yoshingizda bildingiz. Kim aytib berdi sizga? Men papamdan so'radim. Ha, dadangizdan so'radingiz. Ya, dadamdan so'radim. Dadam aytdi, "Sen Uyg'ursan" deb aytdi. Odan keyin men atam bor qo'y, isib Ha. atamdan so'radim. O kishi da Uyg'ursan deb aytdi menga. Men biroq qasdimda nayman bo'lib жүрмін. Biroq men shin rum Uyg'ur. Mening qo'shnim Abdug'ani taxi. Mening qo'shnimning ismi Abdug'ani. 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 Ha, hozir Yusufjon akamizni saqlayapmiz. Sen Qashqarga ekdaymi? Qashqarga boramsan? Qashqarga ekdibsan, Uyg'urchani yaxshi o'rgatib ekib qo'yma. Bo'lamda? Qashqarga borma. Sen ham shu yiltizim Qashqarda asli. Qashqarga boramsan? Men Qashqarga borma. Ruqiya hozir paranglashadi. G'anijon, Bahargul, Didar bilan. Yusufjon akamizning dadasi allaqachon olamdan o'tgan. Hozir shu Yusufjon akamiz va Yusufjon akamizning bolalari, uning nevaralari ham mishada yashaydi ekan, ham Qozog'istonda yashaydi ekan. Qaraydigan bo'lsak, Yusufjon akamiz yangi uy so'libdi do'stlar. Abdug'ani ishlab ketibsan-ku. Kim kommentasi. Ha, uxlaydigan joy. Ha, rahmat. Ha. Bu mening ata-apamning yig'taydigan kommentasi. Bunaqa Mabek cho'nkan-ku. Zal. Bunaqa asi. Kokna. Ha. Tamoq ishlaydigan joy. Ha, tamoq ishlaydigan joy. Tushundim, rahmat. Bu yoqda mening atam, apam agorod, akursin, qavun, chilga o'siradi. Üstünde kavalar var. Ben ko'rdim. Ko'p kavalar bor ekan. Kava. Kava bormi? Kava o'sib жатыр. Ha, kava o'syapti, ha? Ya. Mana o'sib qo'ydi o'zi birovi. O, cho'ng ekan. Hozir dasturxon hozirlabdi biz uchun. Biz kirib, choy ichib olaylik do'stlar. Abdug'ani nima bo'ldi? Sen ham velosipedingmi? Men tavuz mishaning tavuz ekan. Hani bo'ldi. Yesin, mayli, hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Mayli yesin demakchi. Ha, ketding siz. Bilayli. Bilayli. Rahmat sizga, Didar. Sizga rahmat Bahar. Oqashiq. Sizga rahmat Abdug'ani. O'qishiqdi. Oqashiq. Sizin ayoliniz Amerikada qap-qara bo'ladi. Amerikan odamlar qap-qara bo'ladi. Nega appak? Nima? Amerikaning odamlar odatda qop-qora bo'ldi-ku, siz nimishqa oq deydi. Mavla demakchi, Amerikaning odamlari qora, siz nimishqa oq deydi. Amerikada ziq xil ranglik odam bor. O'zimizning yurtga kelib qolgandek his qildim, shunchalik xush bo'ldim, shunchalik hayajonlanyapman hozir. Birdan turib akamiz bilan suhbat olib borman. Shu videoni sizlarga sunaman. Yaxshimisiz aka?
Ha, yaxshi. Uyg'urlarga salom beryapti, ha? Assalomu alaykum. Tuqqanlar. Barliqlaringizga selam. Men buni Mong'oliyada turaman. Dadimiz shu Qashqarliq. Qashqardan Jingsay shahridan kelgan ekan. Dadimiz tugab ketdi, endi qolgan urpaqlar balalarimiz. Mana tuqqanimiz gap. Tuqqanimiz bilan paranglashib yaxshi bo'lib qoldik. Sizlarga bir salom endi. Rahmat, aka. Dadimizning ismi Mahmudulla Yasin. Yasin degan. Dadamizning ismi Yasin shunami? Dadimizning ismi Yasin. Cho'ng dadimizning ismi Mahmud. Dadamiz qanchinchi yili shu Mong'oliyaga yenib ketdi ekan? Dadimiz endi 1930 nechchi yil qo'y endi. 1930-yili shu Mong'oliyaga yenib ketdi ekan, Qashqardan shunami? Qashqardan. Biz misol endi dadimiz Uyg'ur odam, endi Uyg'urcha so'ylaydi. Biz yashimiz qozoq bo'lganidan keyin dadimiz tugaganidan keyin endi Uyg'ur endi yaxshi so'ylaydigan odami yo'q. So'dan endi qozoq bo'lib ketdi endi. Biroqda qarimiz Uyg'ur. To'g'ri. Dadimiz 86 yil 76 yoshda deb qo'ydik qo'y. Mana Yusufjon akamizning ayoli bizga tamoq yetib turyapti do'stlar. O'z qo'lida yo'g'irgan xamir, hozir xamir yeyapti. Rahmat sizga. Japa chekdingiz. Yo'q, kim yo'q? Balam bor, o'zlarim qilgan. Men chalim ana akimning jerlisi, dadamning jerlisi ekan deb жақсы ko'rib, kengесib jirg'ab o'tir. Qashqarga borganda soni ana endi Yusufning dadasining tuğustari nemet ketgan chiqar, jo'q qo'y jo'q bo'lsa soni izdew kerak bo'lib o'tir, izlab topamiz. Balasini to'g'ri kerak bo'lib o'tir, baladarini. To'g'ri. Sizlar qachon to'y qilgan, qanchinchi yil to'y qilgandinglar? Biz ba 87 to'y bo'ldi. 87-yili. Qaynotangiz 86-yili qaytish bo'ldi. Biroqda menga ana qog'ozga yozib ketibdi. Lekin siz qaynotangizni bildikansiz, unutib qolmabsiz. Unutmayman. Ko'rdim. Ana qaynotamiz bizning ulkan molda kisi bo'lgan. Mana avurgan kishilarni jazat, duoga jasaydi, tumar jazat. Bunday ko'tarilib avurgan kishilarda tavuqqa ko'shiradi avruun. Sonda ulkan kisi bo'lgan. Sodan bizning mening aka-sheshim bilan damdish tamir yurgan. Mening ana Yusufning жаңғыз ағасы bo'ldi, taq qaytib ketdi. Сол kisi o'qiydi. Tershi ana kisi neminеше жазып кетті әгі, ләтінше. Соны оқиды, сонда оқығанда сонда естідім. Мен үйде жүргенде, мен қыз бала болып үйімде жүргенде, қайнатам біздің үйге барып қонатын. Сол кезде айтып отыратын. Мен сөйткен, мен содан келдім деп. Сонда біз бірақ тілін ұқпаймыз, ұйғырша сөйлейді. Қайнатыңыз ұйғырша демді? Ұйғырша сөйлейді. Қазақша сөйлемейді, ұйғырша сөйлейді. Інім қалды. Әпекем қалды, қарындасым қалды деп іздеп тұрды. Қашқардың Женсай деген жерінде деп тұрды ғой. Мына менің үлкен ұлым, келінім, қызым, келінім, ұлым, қызым. Мынау ағаң үсіп, мынау мен, мынау жаңағы ұлым, мынау менің жаңа кітек қызым, мынау немерем. Атысы неме, ісме? Аты Бауыржан. Мұхаммед Әли, Ұйғыржан. Мынау Аппақожа. Аппақожа. Үсіптің әскерге барғанда. Үсіптен акашының әскерге барған ма? Оқышмай қалдық, енді адам өзі айтып отыратын да, енді соны адам айтқанда, енді сол бір ағам бар, бір ачам бар деп. Содан кейін енді онда біз кішік болдық. Dadamның көп тағы нәрсе сұрай алмадық та енді. Оқыса алмай қалдық. О кісінің
endi tuqqanlarini surashtirib, ular Qashqarga da bormadik. Sen tuqqanlarini topmadik, surashtirib. Taq bilmaymiz yaxshi. Bilmaydi bo'lganidan keyin, o'qib aytib bo'lganidan keyin yaxshi. İzlegemizde yo'q. O kishilerde biz nima endi surashtirib bir-birimizni tavshalmadik endi. Shunday. Yusufjon aka, sizning dadangiz qaytish bo'lgan vaqtida siz qancha yoshga kirgandingiz? Men dadam qaytish bo'lgan vaqtda 19 yoshda bo'ldim. Dadangiz bilan siz 19 yil birga yashadingiz, birga turdingiz, shunami? Birga bo'ldim. Shu 19 yil jarayonida siz dadangiz bilan odatda qozoqcha paranglashamiz yoki uyg'urchami yoki mo'ng'ulchami? Dadam bilan uyg'urcha paranglashamiz. Dadam uyg'urcha söyledi. Qozoqcha til yo'q dadamda, uyg'urcha. Ha. Dadangiz mo'ng'ulcha o'rganganmi? Dadam mo'ng'ulcha söylemeydi, uyg'urcha söyleydi. Uyg'ur so'zlaydi, lekin mo'ng'ulcha biladi. Bildi. Qozoqcha biladi. Biladi, qozoqcha biladi. Uyg'urcha söyleydi. Dadangiz Mong'oliyaga kelgan vaqtda qancha yoshga to'q? Dadam Mong'oliyaga kelganda 11-12 yoshida kelgan o'xshaydi. Sol 11-12 yoshida kelgan o'xshaydi. Shu chog'da dadangiz bilan yana qancha odamlar, qancha Uyg'urlar Mong'oliyaga kelibdi ekan shu vaqtda? Shu vaqtda endi dadam bilan birga kelganda endi bir o'zim bilan birga bir yerdan kelganda 7-8 adam kelyapti. Bir o'sal o'rmon tog'ayning ichida adasib qolgan bo'ldi. Sodan 5-6 birga ketdi. Kichik bolalar. Dadam bilan paranglashganda shunday aytdi. Ag'am ba, To'xtixon degan acham ba dedi. Dadam. O'zini tuqqan, birga tuqqan ekan. Dadangiz qancha bola ekan? Dadam 3 va 4 farzand. 4 farzand. Endi ag'am Xunaxin. Xunaxon. Acham To'xtixon dedi. To'xtixon. Yolg'iz bir acham bor. To'xtixon deb shunday aytadi. Paranglashib dadam bilan paranglashganda dadam shunday aytdi. Mahallada sizdan bilak Uyg'urlar bormi? Sizdan boshqa Uyg'urlar bormi? Abduraxt degan akamiz bor. Qanchalik Uyg'urlar bor? Qancha Uyg'urlar chiqadi? Endi Maosdan mana 30 kilometrda. Endi sol burungi Uyg'urlardan balsa endi tuqqanlar endi balasi deganda bir düzgə tayav uy bor. Hozir bu yerning ismini Xopti deymiz-ku? Xopti. Ama shu Xoptida 100 Uyg'urlar bor. Xopdaning tuğunda endi bir 20 day Uyg'ur bormiz. 20 dak Uyg'urlar. Boshqasi buna nima deydi? Buntsum. Buntsum degan Taranda. Taranda. Tarandami Uyg'urlar bor? Tarandami Uyg'urlar bor. Ular sizlar odatda izlashib turamsizlar. O'zdeshib, kezdeshib. Masalan, hayit bayramlarda bir yerga yig'ilishib, ko'rishib, paranglashib. Bundan keyin fursat bo'lib qolsa aka, xabarlashib turaylik. Sizni Qashqarga olib dadangiz cho'ng bo'lgan, tug'ilgan yerni ko'rsatib, aylanib, bizning uyga berib, tuqqanlar bilan ko'rishib. Bundan keyin urug' tuqqan, qon qarindosh bo'lib o'taylik aka. Men mishak kelib sizdan ko'rishib shunchalik ta'sirlandim, hayajonlandim, shunchalik xush bo'ldim. Bundan keyin izlashib turaylik. Yaxshi. Sizning Qashqarga berib boqmagan, lekin dadangiz sizga Qashqarni so'zlab bergan. Shuni siz Qashqarni bildingiz. Hozir siz qayerdingiz? Qashqardan deydi ekansiz. Siz kim bo'ldingiz? Men Uyg'ur deydi ekansiz. Garchi o'zingiz berib boqmasangizmi u Qashqarga, Uyg'urlar boya cho'ng bo'lmasangizmi, o'zingizning Uyg'ur ekanligini unutib qolmabsiz. Qashqarni unutib qolmabsiz. Shuncha xush bo'ldim. O'zingizning kimligini bildi ekansiz. Men Uyg'urman deb bir ayta bermaydi. Hammasi Uyg'urman men deb aytmaydi. Aytmaydi. Bundaqdir. Men shunday hozir kimga desa men Uyg'ur, men Qashqar deb turatmadim. Sodan mana qozoqlarma hammasi meni bildi. Yusuf akam Qashqar. Men xotin emasman, Qashqarman deydi.
Men o şoförman dedi, Mishel bir Uyg'ur bor deb. Biladigan sizni. Qancha Uyg'ur bor desam, bir Uyg'ur bor deydi. Sizni bildikan. Agar siz hozir menga deb berdingiz, 100 Uyg'ur bor dedingiz bu atrofda. Demak, sizlar kim bilgan? Siz odatda men Uyg'ur, men Qashqardan degandan keyin, avval sizning Uyg'ur ekanligingizni biladi. Shon boshqalar so'rasimi? Ha, Uyg'ur bor bu yerda. Mandaq Yusuf akamiz bor deb darhol deb berdi ekan. Mo'ng'ullama bildi meni. Ha, bildi ekan. Ha, bildi. Mushu mahallada bir Uyg'ur akamiz bor ekan. 80 yoshga kirib toshnama. Abdurahmon emasmi? Abdurahmon. 80 yoshga kirdimi? Ha, kirdi 80 yoshda. Uyg'ur tilini ravon so'zlaydi ekan. Xanzul tilini ravon so'zlaydi ekan shnama. Biz ata bir yo'qlab chiqaylik. Akamiz bilan ko'rishib, paranglashib. Xayrli sahar do'stlar. Tongma atdi mana. Mava akamizning oilasi, av darvoza. Inkize mava nima bilmay qoldim. Inkize arqa oilasi qaraydigan bo'lsak, miyada bir suybans bor ekan. Mushatini suv tatib ichadigan o'xshaydi. Inkize mayoq qaraydigan bo'lsak, mayanda bir qancha qo'tonlar bor ekan. 3 ta qo'ton bor ekan. Burun akamiz mol chorvalarni boqqa o'xshaydi. Hozir akamiz nihoyat aldirashgan. Ham shu shaharning ichida tijorat qilgan. Ya'ni baqqallik qilgan o'xshaydi. Qo'g'on, tavuz, miyut, va degandek. Ankiza akamizning arqa oilasiga qaraydigan bo'lsak mana. Shunchalik kangri, bir ishkimo, o'sha bo'sh yer bor ekan. Ankiza texmi yiroqqa nazar solgan bo'lsak, nurg'unlagan kigiz uylarni ko'rdik ekanmiz mana. Akamiz aytgan sahar soat 6 bilan chiqayotgan Mong'oliyaga. Hozir akamizning yanagi mandoq. Mana shu yertepchiga ilib olib chiqadi. Mana shu kun baxt ko'taramiz. Yusufjon akamiz ovqat qildigan men bozorga keldim do'stlar. Qaranglar. Mava akamiz savdo qilgan bozor ekan. Mava akamizning do'koni, qaranglar. Hamma mevchi bor ekan. Baranga, piyoz, kolleksiya, ma chamg'u ekan. Ma chamg'u qayerdan kelgan? Ana, biroq Mo'ng'ul. Ha, hammasi Mong'oliyaniki ma. Ha. Rahmat. Yaxshi ekan matoz. Sizmi Uyg'urga o'xshayotgansizg'o? Uyg'ur. Uyg'urmisiz? Uyg'ur. Ismingiz nima? Mana mening Aytbekim balasi, Yusufning og'asining balasi. Uyg'urlar chiqqan-ku mavazada. Uyg'urga o'xshaymi ekan? Ha? Soqollaringiz o'xshaydi ekan, ko'zingiz o'xshaydi ekan. Mendan soqol bor qarang. Ma Uyg'ur qarindishimiz ekan. Lekin Uyg'urcha bilmaydi ekan. Dadasi qaytish bo'pti allaqachon. Hammalar bilishinglar mumkin. Yana 150 yil burun, 200 yil burun tarixlarda materiallar so'zilishicha o'sha Mong'oliyaga nurg'ulg'a Uyg'urlar kelib, qandaq teriqchilik qilish, qandaq dehqonchilik qilish, qandaq meva ko'ktatlarni yetishtirish to'g'riliq shularga o'rgatgan. Shu chaqdagi Uyg'urlarning avlodlari ham bu. Hisobda 1920-yillari yoki 1870-60-yillari oldi bir asr yoki 2 asr bo'lganlar. Siz Qashqarni bilamsiz? Men Qashqarlik bilan. Qashqarlikmi? Menmi Qashqardan? Dadamiz Qashqardan kelgan. Qashqardan kelgan. Ha. Uyg'urchani ravon bildigan Uyg'urlar bormi? Uyg'urcha bildigan Uyg'urlar bormi? Yo'q. Misha 80 yoshga kirgan bir Uyg'ur akamiz bor ekan. Shuni uyusiga mangdoq. Akamiz bizni keldi. Akamizning uyi Mayoqda. Chunki bu akamizning uyi Miyada ekan. Bu akamizning ismi Abdurahmon ekan. Hozir 80 yoshga kiribdi. Ma Abdurahmon Uyg'ur akamizning uyiga keldik. Ma Yusufjon akamiz bizni boshlab keldi. Mong'oliyadagi oxirgi kunimiz. Bugun vatan qaytimiz. Vaqt aldirashchilikdan akimizdan endi uzoq turolmagan bo'ldi. Agar vaqt bo'lgan bo'lsa, aka, yaningizda bir ish kun siz bilan birga turib, siz bilan paranglashib qilgan bor-da.
Fursat bo'lsa yana kelamiz. Kelirsin. Bu akimizning ismi Abdurahmon ekan. Dadasi burun Mo'g'uliyaga ketgan xotindan. Hozir 82 ga kirdingizmi? Shu hozir qisqagina bir ko'rishib, lekin vatan qaytmoqchi. Tinan salomat bo'lsin aka. Rahmat sizga. Qadir degan kishi, mana kishi Nurahon degan kishi. Nurahon Qadir. Anamizning dadasi. Turpalliq. Anniki Qadirjon degani sizning Dada chondadan. Abdurahmon akimizning chon dadasi. Bo'mizning dadasi ekan. Anniki zamon chon dadasi ekan. Siz xotandinmi aka? Xotandan qayerdan siz? Qarqashdinmi? Men Qarqashga borgan 12-joyda. Sizning dadangiz mush Mo'g'uliyaga kelganmi? Qanchinchi yili? Anası ve gelgen Moğol'ya. Ayoli bilan kelgan. Komşuya koyduk. Sizning asram ekan men Do'stlar, biz qaytilgan bo'ldik vatanga. Qashqardan kelgan akimizning o'g'li, misha tug'ilgan, cho'ng bo'lgan. Men ayoli hadimiz bo'ldi. Akimizning dadasining ismi Yosinjonku. Yosinjon o'zi Qashqardan. Tuniygan do'stlarimiz kelib qolinglar. Yosinjon akimizning, men akimizning cho'ng dadasining ismi Mahmudjon ekan. O'zi Qashqardan bo'ldi ekan. Yangsardanmi aka? Dadamiz Yangsardan. Mo'g'uliyaga kelgili bir asr bo'pti mana. Qashqarga olib beraman sizni.